Salom do'stlar. Bu Aleksandr Tkachenko. Va bu videoda biz Royal Hawk xizmati haqida gaplashamiz. Royal Hawk bu reklama xizmati bo'lib, unda siz birinchidan yuqori sifatli reklamani arzon narxda olishingiz mumkin. Ikkinchidan, siz hech qanday investitsiyasiz reklamalarni tomosha qilish orqali kuniga $20 pul topishingiz mumkin. Uchinchidan, siz xalqaro global to'lqinlar orqali oyiga $2000 yoki undan ham ko'proq pul topishingiz mumkin. Savdo taklifnomalarisiz, shunchaki global matritsada atigi $50 evaziga joy ajratib qo'yishingiz mumkin. Xo'sh, endi uning qanday ishlashini batafsil ko'rib chiqaylik. Bugungi kunda reklama biznesining yillik aylanmasi $1 trillion dan oshadi va har yili u faqat o'sib bormoqda. Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Har 7-10 yilda reklama bozori 2 baravar ko'payadi. Ya'ni bu faqat o'sib borayotgan va doimo o'sib boradigan oltin koni, chunki reklamasiz hech bir biznes omon qola olmaydi. Royal Hawk sizga dunyodagi barcha pullarni to'lamasdan ushbu bozordan o'zingizning pirogingizni ajratib olish imkonini beradi. Xo'sh, reklama beruvchilar nimani olishadi? Sodiq auditoriya e'tirof, ortib borayotgan ishonch va oshirilgan budjetsiz mutlaqo arzon narx. Banner reklama, kontekstual reklama, video reklama, maqsadli reklama. Va bu faqat allaqachon amalga oshirilgan narsa. Kelajakda boshqa reklama imkoniyatlari ham bo'ladi. Bunda reklama beruvchilar o'z reklamalarni butunlay bepul qilishlari va hatto bundan yaxshi daromad olishlari mumkin. Shunchaki hamkorlik dasturi imkoniyatlaridan foydalansalar, hatto hech kimni taklif qilmasdan ham. Agar umuman budjet bo'lmasa ham, hammasi juda oddiy. Pul yo'qmi? Reklama ko'rib, kuniga $20 sarmoyasiz daromad qil. Agar 10 ta odamni hatto bepulga taklif qilsang ham, shu harakatlar uchun 10% ko'proq olasan. Shu bilan birga siz barcha taklif qilingan tavsiyalardan chiziqli bonusning 10% ni olasiz. Lekin bu yerda eng qiziqarli narsa global matritsa. Kirish narxi atigi $50 ni tashkil etadi. Shundan 35 tasi biznes maydonini faollashtirish uchun va 15 tasi oylik faoliyat uchun. Siz bir marta joy egallaysiz va daromad doimiy ravishda keladi. Va eng muhimi, bu yerda siz hech kimni taklif qilmasdan ham pul ishlashingiz mumkin. Chunki bu yerda yuqoridan pastga, chapdan o'ngga avtomatik ravishda toshib ketishlar mavjud bo'lib, matritsaning barcha bosh katakchalarini navbat bilan to'ldiradi. Va siz ushbu toshib ketishlardan shaxsan taklif qilingan sheriklardan olganingiz kabi daromad olasiz. Va bu yerda hech qanday malaka yo'q. Va agar siz ko'proq narsani xohlasangiz, shunchaki biznes joylashuvingiz sonini ko'paytiring va bir xil tuzilmadan bir necha baravar ko'proq daromad oling. Matritsa juda oddiy ishlaydi. Bu 15 darajagacha chuqurlikdagi ikkilik matritsa. Ya'ni sizning asosiy biznes joylashuvingiz ostida ikkita katakcha mavjud. Birinchi qavatda, ikkinchi qavatda to'rtta katakcha va boshqalar. Siz ost tuzilmangizdagi barcha biznes joylardan, shu jumladan o'zingizning qo'shimcha biznes joylaringizdan ham daromad olasiz. Agar sizda bitta biznes joy bo'lsa, sizning tarifingiz silver bo'ladi va sizga matritsada 11 daraja ochiq bo'ladi. Maksimal daromad esa $2047 ni tashkil qiladi. Agar 2 biznes joyingiz bo'lsa, bu gold tarifi va sizga 12 daraja ochiq bo'ladi. Maksimal daromad $6142 ni tashkil qiladi. 3 ta biznes o'rindagi platinum darajasida. Siz uchun maksimal marketing va barcha turdagi bonuslarni ochadigan maksimal tarif. Matritsa barcha 15 darajani ochadi va matritsadagi maksimal miqdoringiz oyiga $65534 gacha bo'ladi. Biznes o'rindiqlari soniga hech qanday cheklovlar yo'q, xohlagancha o'rindiqlarni faollashtirishingiz mumkin. Qancha ko'p biznes joylashuvingiz bo'lsa, bir xil tuzilmadan shuncha ko'p daromad olasiz. Bu yerda hamma narsa oddiy, oylik to'lovlar amalga oshiriladi. Matritsa zanjiringizdagi yuqori qismga olib boradigan biznes o'rinlari soni bu to'lovdan 50 sent olganingiz sonidir. Shuningdek, 10 darajagacha chuqurlikdagi chiziqli marketing mavjud. Agar sizda biznes o'rindiqlari bo'lmasa yoki bepul yoki hamkor tariflarda bo'lsangiz, har bir daraja uchun atigi 10% daromad olasiz. Agar sizda kumush reja bo'lsa, 3 ta chiziq darajasi, oltin 5 daraja, platinum 10 ta chiziq bonus darajasiga ega va platinum mos keladigan bonusni ochadi. Matching bonusi bu sizning hamkorlaringiz chiziqli marketingdan olgan daromaddan foiz, 3 darajadan 10%. Masalan, birinchi chiziqda sizning referallaringiz $100 ishlab topdi. Siz esa boshqa bonuslardan tashqari $10 matching bonus olasiz. Shuningdek, siz taklif qilgan barcha reklama beruvchilardan ham daromad olasiz. 2 xil bonus orqali 55% gacha.
Hamkorlaringiz tomonidan reklama hisobini to'ldirishdan siz referral hisobingizga 5% olasiz va agar reklama hisobi $100 dan ko'proq to'ldirilsa, reklama beruvchi ushbu summaning 50% ni gift hisobiga oladi. Bu hisobdan banner va kontekstli reklama uchun to'lov qilish mumkin. Siz ham ushbu summaning 50% ni gift hisobingizga olasiz. Shu orqali gift balansingizni tezda oshirib, reklama xizmatlaridan bepul foydalanishingiz mumkin. Bu yerda faqat reklama hisobini to'ldirish hisobga olinadi. Aksariyat tadbirkorlar doim yangi reklama manbalarini izlashayotganini hisobga olsak, siz bu yerga juda ko'p odamlarni jalb qilishingiz mumkin. Ular bu platformada o'z bizneslari uchun mijoz va hamkor topishlari mumkin. Bundan tashqari, har bir biznes o'rni uchun yoki uni $15 ga yangilaganingizda, sizga to'liq $15 gift hisobingizga tushadi. Bu mablag'ni banner yoki kontekstli reklama uchun ishlatishingiz mumkin. Shunday ekan, vaqtni behuda sarflamang. Iloji boricha tezroq matritsadagi o'rningizni egallang. Matritsaga qanchalik tez kirsangiz, shuncha ko'p toshib ketishlarni olasiz. Va qancha ko'p toshib ketsangiz, shuncha ko'p daromad olasiz va ko'proq reklama olasiz.